Mana bugun yaqin ko'lamizni kelib stasha qilishyapti, zo'r chiqdi mana stasha. 76 ta sinfdoshlar mana. Bormaylar hamma. Bu Botir ham bor ekan. Yana bitta Botir mana. Otabek. Ulug'bek hammasi mana bitta. Jimso'ga? Ha, rahmat. Parvozda ham, tepada ham har bir ish bo'lyapti, xohlasa. Parvozda bahriliklar ish qilyapti, xohlayman. Bilasizlar? Hormaydi. Yaxshimisilar bo'lyaptimi? Hormaydi. Yursa? Hadi addetkasi bo'lyapti to'g'ri. Hormaydi. Hormaydi. O'zim topshyapti. Bundan keyin mashqimiz oshirib boryapti. Go'zal bo'ladi, chiroyli o'tadi inshaalloh. Hammamizga namoz o'qishimiz. Noqobil farzandlardan borar ekan, gunohlaridan. Bu men gunoh qildim, bunaqa gunoh qildim deganda seni qoldirgan zurriyotlaringdan kelyapti dedi. Shuning uchun bu qadamlarimizdan o'zi rozi bo'lsin. Qilayotgan ishlarimizdan, sadaqalarimizdan, sadaqa-jorarimizdan o'tganlarimizni rahmat qilib, dasturxonlar borib, ularni xursand qilib, joylarini jannatga. Amin.